Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Meni ismim Guldariya. Men hozir O'zbekiston Respublikasini Samarqand shahrida Velik Mirzaning ofisida prezentatsiya taqdimot qilyapmiz. Bizda onlayn do'stlarimizga, onlayn kandidatlarimizga. Biz hozir Samarqandda O'zbekistonda Global Trend kompaniyasini reklama qilib yuribmiz. O'zbekistonga Global Trend kompaniyasi 2,5 yil oldin keldi. Kompaniyani o'zi 4 yil bo'ldi bu rynokda, bozorda ishlab yotganiga. Qozog'istonda ishlayotgan kompaniya Global Trend Company. Mahsulotimizni chiqaradigan zavod Qozog'istonda, Almatada Spaskay Production zavodimiz. Global Trend bu tarmoq orqali odamlarga tavsiya qiladigan mahsulotimiz. Sog'lomlik uchun, sog'lomlashtirish bo'yicha kerakli, har bir insonga sog'lomlik uchun kerakli mahsulot. Bu mahsulotimizda eng o'zini tarifi bor. Bu mahsulotni bizda professorlarimiz Nurlan Nurumov degan Qozog'istondagi institut, gerontologiyadagi ilmiy institutdagi bizda doktor meditsinskiy nauk professorimiz bor. O'sha kishini boshqarmasida ishlab chiqarilgan mahsulot. Bu mahsulotni sog'lomlik uchun ishlab chiqargan, kasallikni oldini olish uchun asli. Lekin hozir 700 kasallikni oldini olib va davolayapti. Hozir shu mahsulot bilan kompaniya Global Trend 10 ta mamlakatni ochdi. Ofitsialni ishlayotgan 10 ta davlatimiz bor. Shuning ichida O'zbekistonda biz 2,5 yildan beri ishlayapmiz. Kompaniya tarmoqli marketing bilan ishlaydi. Mahsulot sog'lomlik uchun. Endi qarang, hayotimizda eng главный ikki narsa sog'lomlik va daromad, finansiy tomonimiz. Bu kompaniya sizga ikkalasini ham beradi. Pul tomonidan ham o'zingizni ko'tarib olishga, finansiy tomondan, sog'lomlik tomoningizdan bor immunitetingizni, bor sog'lomligingizni saqlab qolish uchun. Bu qanaqadir kasallik bo'yicha muammosi bor kishilar uchun ham, sog'lomman degan kishi uchun ham, hozirgi tongda lekin sog'lomman, 100% sog'lomman degan kishining o'zi yo'q. Har bir insonga bizda ekologiya bilan, bizda oziqlanish madaniyatimiz bilan, yashash madaniyatimiz bilan, hayot bilan qatnash madaniyatimiz bilan bu mahsulot har bir insonga kerak mahsulot. Mahsulot haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, eng birinchi yuradigan bizning mahsulotimiz Perfecta Lux va Vitality Lux. Perfecta Vitality, undan boshqa yana lineyka mahsulotlarimiz bor. Eng birinchi beriladigan mahsulotimiz, tavsiya qiladigan mahsulot bu Perfecta Lux, organizmda shlak, toksin, parazitlardan tozalash. Chunki biz ekologiya bilan qarim-qatnash qilib, oziqlanish orqali organizmimizga shlaklanish, toksin kirish faoliyatini biz to'xtata olmaymiz. Chunki biz hayot bilan qarim-qatnashdamiz, ob-havo bilanda. Endi bu tozalash uchun har bir insonga kerak. Chunki hozir meditsinani o'zi, praktika ham ko'rsatib kelyapti. Tug'ilgan paytda qandaydir protsent sog'lom emas bolalar ham tug'ilib yotibdi. O'shaning uchun bu mahsulot har bir insonga kerak. Masalan, bu tabiiy 100% tabiiy o'simliklardan yasalgan, homilador ayollarga ham, emizuvchi ayollarga ham, yangidan tug'ilgan chaqaloqlarga ham bo'ladi. Har qaysining o'z sxemasi bor. Siz hamkor bo'lgan paytda u tomonlarini bilib olaverasiz. Bu tabiiy mahsulot har bir insonga ichishga bo'ladi. Homilador ayolga ichish mumkin, ichishga bo'ladi emas, обязательно ichish kerak. Shartli turda, chunki homilador ayol o'zini immuniteti past, gemoglobini past bo'lsa 3 oygacha homila rivojlanadi. Masalan, suyak strukturasi, kojniy muskul strukturasi 3 oygacha razvitiyasi bo'ladi. O'sha razvitiyada homilador ayolga обязательно bizning mahsulotimiz kerak, chunki bu mahsulot как раз homilani 3 oygacha rivojlanish paytida kerak bo'ladi. O'sha uchun ham bolani yaxshi 3 oygacha homilani yaxshi rivojlanib, o'sha kostniy struktura, suyak strukturasi hammasi rivojlanishi uchun bu homilador ayolga eng birinchi kerakli mahsulot. Keyin emizayotgan paytimizda тоже bu har bir onaga kerak, chunki o'ziga ham hujayrasini ta'minlash uchun, bolani ham hujayrani ta'minlash uchun bu narsa kerak.
hujayra na уровне клеток deydi-ku, hujayra davomida bu mahsulot ishlaydi. Endi tozalik, masalan, siz ta'minlanish, hujayrani ta'minlataman deb masalan oziqlanish orqali ham ta'minlashga bo'ladi, lekin kundalikli miqdordagi kundalikli kerakli mikro makro elementlar orqali siz oziqlanish orqali ta'minlash, hujayrani ta'minlash nimasini ola olmaymiz oziqlanish orqali. Bu bizning mahsulotimizda o'sha yarim choy qoshiq dozada kundalikli kerakli mikro makro elementlarni har bir o'zining miqdorida bor. O'shaning uchun har bir insonga bu mahsulotimiz kerak. Yuptiz kasallikni oldini oladi va davolaydi. Endi undan boshqa yana zubnoy pastamiz bor, Smart Lux degan mahsulotimiz bor. Bu gipofiz beziga ishlaydi. Bosh cherepniy davleniya bo'yicha gormonal fon, modda almashinuv bo'yicha organizmda modda almashinuvni normaga keltiradi. Masalan, bizda mahsulotimiz hammasi eng birinchi tozalash, ta'minlash, modda almashinuvni normaga keltirish, immunitetni ko'tarish. Chunki qandaydir kasallik bo'lganimiz bilan hammamizda, sog'lom odamda o'zida, kletkasida, har bir odamda infeksion palchka ham bor, onkokletka ham bor, virusli to'sh hammasi bor. Ular hammasi uxlab turadi. Chunki immunitetimiz yaxshi ishlab turgan paytda, immunitet tushgan paytda u virusli palchka ishlab, o'z ish faoliyatini rivojlanib ishlab boshlaydi. O'sha uchun odam kasal bo'lib boshlaydi. Immunitet tushgandan hammasi boshlanadi. Immunitet shlak toksin bilan nima qiladi? Biz tug'ilganda o'zimizda resurs bilan tug'ilib, kun sayin hayot bilan biz qaram-qatnash qilib, biz resurslarimiz kamayadi. O'sha uchun sirtdan bizga yordam har bir odamga, har bir insonga kerak. Bizda eng birinchi boyligimiz, как meditsinada bizda kollegamiz aytganday, profilaktika eng oson, tez va yengil keladigan usulda, arzon keladigan usul. Chunki davolanish eng qiyin. Chunki profilaktika eng oson, tez va arzon keladigan usul, davolash eng qiyin, qimmat va oson kelmaydigan usul. Davolanishga o'sha vaqt ko'proq kerak bo'ladi. O'sha uchun bor immunitetimizni, bor sog'lomligimizni saqlab qolish uchun bizning mahsulotimiz kislorodda kerak. Mahsulotimiz sertifikatlari bo'yicha halal sertifikatimiz bor, GMP международный, xalqarolik deydimi, международный sertifikatimiz bor, halal sertifikatimiz, pasport безопасности, O'zbekistonga kirishdan oldin epidemiologik tekshirishdan o'tgan mahsulot, O'zbekistonga har bir davlatga kirishdan oldin bizning mahsulotimiz sertifikatsiyadan o'tib, keyin ish faoliyatini boshlaydi o'sha davlatda. Mahsulotimiz sertifitsirованный, tekshirishdan o'tgan, biznesimiz qonun tomonidan 100% qonuniy kirib kelgan kompaniya. Har bir O'zbekiston fuqarosiga, O'zbekistondagi yashayotgan har bir insonga bu katta, juda ham zo'r imkoniyat. Endi kompaniyamiz hozir международный kompaniya, 10 ta davlatda bizga har bir odamga imkoniyat berib yotibdi hozir. O'shaning bilan birga marketing plani ham bor. Marketing planini hozircha sizga aytib beraman.